Assalomu alaykum, qadrli muxlislar. Bugun yana nimagadir yangi dars qo'ygim keldi. Bugun 240-darsni boshlash niyatidaman. Bugun oddiy so'zlardan iborat bo'lgan, ba'zan tortishuvlarda kerak bo'ladigan gaplar, so'zlar bilan tanishtirmoqchiman. O'ylaymanki, bu gaplar, bu so'zlar ham sizga hayotda albatta asqotadi. Layklar bosing, kanalimga obuna bo'ling, kanalimni qo'llab-quvvatlang. Darsimizni boshladik. Sen kampirga o'xshaysan, deb janjal qilganingizda. Sen kampirga o'xshaysan. Hazil qilganingiz aytsangiz ham bo'ladi. Qiz bolaga, ayol kishiga. Ты похожа на старуху. Ты похожа на старуху. Ты похожа на старуху. Sen esa cholga o'xshaysan. А ты похож на старика. А ты похож на старика. А ты похож на старика. Bo'lmag'ur odam, qallob, muttaham, shantrapa deb tarjima qilingan. Shantrapa. Shantrapa. Tovlamachi, shantajchi odamlarni biz rus tilida shantajist deb aytamiz. Shantajist. Oxirida T harfi bo'ladi, uni aytmasangiz ham bo'laveradi. Talaffuz qilganingizda. Shantajist. 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 Ikki yuzlamachi odamlarni biz litsemer deb aytamiz. Litsemer. Litsemer. Navbatdagi gapimiz, basharangni ko'rishni xohlamayman. Borib, basharangni ko'rishni xohlamayman sening deb açıklanamiz-ku. Ana shu gapni biz не хочу видеть твою морду deb tarjima qilamiz. Не хочу видеть твою морду. Да не хочу видеть твою морду. Basharangni ko'rsatma menga. Yo'qol. Basharangni ko'rsatma menga, yo'qol bu yerdan. Deymiz-ku. Не показывай мне морду свою, убирайся, deb tarjima qilamiz. Не показывай мне морду свою, убирайся отсюда, yo'qol bu yerdan. Не показывай мне морду свою, убирайся. Или убирайся отсюда. deb aytsangiz ham xato bo'lmaydi. Navbatdagi gapimiz, sen sotqinsan-ku. Sen sotqinsan-ku deb sizni biron do'stingiz sotib qo'ysa, tanishingiz sotib qo'ysa, qarindoshingiz sotib qo'ysa, sen sotqinsan-ku deb aytasiz. Shu gapni biz rus tiliga ты же предатель deb tarjima qilamiz. Ты же предатель. Ты же предатель. Navbatdagi gapimiz, sen uchun bu yerda joy yo'q. Sen uchun bu yerda joy yo'q. Для тебя здесь нет места.
Для тебя здесь места нет. Desangiz ham bo'ladi. Для тебя здесь нет места. Navbatdagi gapimiz esa qanday sen pastkashsan-a? Sen qanday pastkashsan-a? Sen qanday pastkashsan deb ashqalarni aytamiz ba'zi kishilarga. Какой же ты низкий. Какой же ты низкий. Yoki bo'lmasam какой же ты подлец, а? Ну какой же ты подлец. Ох, какой ты подлец. Какой же ты подлый. Ох, какой же ты подлый человек, а? deb aytsangiz ham xato bo'lmaydi. Shu bilan darsimiz nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.